Farg'ona shahar 19-maktabda uy olaman deganlar uchun yaxshi taklif bor. Yer narxida joy chiqib qolgan, ko'rib turibsizlar, o'ni ko'chani boshida shu kirganlaringda ikkinchi xonadonimiz sotuvga chiqqan. Xonadonimizga kirib kelishlayim bilan shunaqangi 10 qo'lda bitta xonasi kutib oladi do'stlar. Uy egalari tomonidan 42 ming dollar deyapmiz. 2-3 sotik joyimiz. Yana bu tomonda bitta xonadonimiz bor. Sanuzeli, bu tomonda oshxonasi. Ko'rib turibsizlar do'stlar, bu tomonda hojatxonasi olmay qo'yarasiz. Xonadonimiz общий 5 xona bo'lib, hojatxonadan jichi yurganingizda 10 qo'lda mana bitta o'zining kichkina xonasi bor. Undan tashqari ayvon deb topib qo'ying, ayvoni bor. Ichkarida yana bitta xonasi bor. Xonadonga kirib chiqish uchun o'zlariga bir udobniy bo'lish uchun yana bitta kichikroq lavot ochib qo'yishgan ekan. Agarda pullaring yarmiga yetadigan bo'lsa, ushbu joydan devor urib, do'stlar, uyini yarmida yashayveraman deyaptilar akamiz. Bunaqangi imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Maktab, bog'cha, shaharga juda yaqin joylashgan lokatsiyada bunaqangi xonadon topish angrama hol. Foydalanib qolamiz. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol savdolasizlar ham bo'ladi.